Tarixchilarning aytishi bo'yicha bu bozorda hech qachon o'g'rilik bo'lmagan. Uzoq asrlar davomida haftani faqat yakshanba kunlarida ishlagan va qadimda ayollar umuman bu bozorda savdo qilmagan O'zbegimni yagona va eng qadimgi bozorlaridan biri. Bizning vatanimizda duo ketgan bozorlardan bittasi. Chiyali bozordamiz. Bu tarixi eng boy bozorlarimizdan bittasi. Bu bozorga kelsangiz, xuddi O'zbegimni o'rta asrlariga tushib qolganidek his qilasiz. Bu yerga qishloqdan dehqonlar, qassoblar, kalla pochachilar, baliqchilar, novvoylar, savdogarlar, tongi otarchilar va bu bozorni eng mashhur yaxnachilari bu bozorda savdo qilishadi. Bu bozorni odamlari shu darajada sodda va samimiyki, ular bilan suhbat qilib aslo to'ymaysiz. Bu yerda O'zbegimni ochiq ko'ngil, mehmondo'st va haqiqiy qishloqchasiga jaydari odamlari hali ham borligiga amin bo'lasiz. Bu bozorga bomdod namozidan keyin to'g'ri kelaverar ekansiz. O'zbegimni haqiqiy tarixiy vaybini faqatgina shu bozorda topsangiz bo'ladi. Bu yerda mahalliy qassoblar haligacha o'zlarining uslubida qo'ylarni yotqizib sotishar ekan. Va eng qizig'i, bu bozorda na chivin, na pashsha va na arini ko'rmaysiz. Ajoyib-a? Qadimda bu bozor yurtimizning eng katta bozorlaridan biri bo'lgan. U yerga qo'shni mamlakat va viloyatlardan savdogarlar kelib savdo qilishgan. Asrlar o'tib boshqa bozorlar ko'payib, bu bozor ancha mavqeini yo'qotib qo'ygan. Lekin shunga qaramasdan, hozirgi kunda ham bu bozor o'z savlatini to'kib turibdi. Chiyali bozori faqatgina bozor bo'la qolmay, Chiyal aholisini yig'iladigan va oqibatini saqlaydigan maskan bo'lib xizmat qiladi. Chiyali bozori faqatgina tirikchilik emas, bu O'zbegimni tarixi, O'zbegimni haqiqiy qora ko'zi bo'ladi. Agar Qashqadaryoga kelib Chiyali bozorga kirmasangiz, bu misoli Parijga borib Eyfel minorasini ko'rmasdan qaytgandek gapdir. Shunday ekan, bozorimizga albatta kelishni unutmang. Shu paytgacha o'nlab bozorlarga borgan bo'lsam, to'g'risi menga eng yoqqan bozor, eng vaybovli, o'zini aurasiga ega bo'lgan bozor Chiyali bozor bo'ldi. Menga bu bozorni Farhod akam tavsiya qildilar. Farhod aka, rahmat kattakon, to'g'risi odam mazza qildi. Boriylik arzirkanmi? Arzirkan, rostdan arzirkan. Bunaqa bozorni hali ko'rmaganman, to'g'risi. Shunday bozorlarni vaybini bilish uchun esa bizga obuna bo'lishni unutmang.